هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görgüçler. Mana bu Resulullah programımızdan 10. saniylik görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirlik görülmelerimiz hemen malum boğandaki bu güzel, ulug, mübarek ayının kirişi bilen başlayan programımız. Muşu güzel ayda Rabbimizge her xil ibadetler bilen yıkılış vatkan muşu güzel minutla, saatla, külle münasebeti bilen bizge yolbaşçı boğan bizden süymlük peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatını texim yıkından tutup onun ahlakını özümüzge özleştirip şu güzel ahlaklar bilen hayatımızı teximmek nurlandırıp ötüşme aksıdı başlayan programımız her günü şu saatlerde devam kılıvatıdı. İnşallah şu tileklerimiz emelge eşip bizde bir özgürüş buluşunu Rabbimden tövençilik bilen soraş bilen programımızı yani devamlaştırımız. Programımızın daimlik mekmini Şarkı Türkistan Ölüm Ala Birliği azası tunulgan davetçi hürmetlik Ustaz Habibullah Kösenli'nin taklif kolu kıymetli vaktin çıkarıp kepeye geldiği için aldığına köp rahmet ediniz. Selamun köp rahmet. Allah razı olsun. Amma malum bu andaki programımız ekran aldı çıktı bırakan numara arkalık sualla programımızga alakadar boğan ya ki başka bir sualla olsa yazsanlar buldu inşallah biz ya ki programı işçide ya ki aldığımızdaki günlerdeki programlarda cevap verişke tirişimiz sualınlarga köpliğen hayır naşırımızın menfaatleniş için programını köprek hem bahirlep koyuşunlarını ümit kılımız. Ustaz yana bir vasıta bilgen ki programımızga kirsek şimdi başlığandan bilen biz her bir bölümüne mahsus ayrım bir tema altıda elip veriyoruz. Bugünkü temamiz Resulullah ve hizmetçiler teması da uğurlaştırdık. Hem de her kandak bir cemiyette cemiyetin her xil tabiqaları buludu. İnsanga ihtiyaçlık dünya hem de bu. Meyli biz normal bir küçük bir şirket bulaydı ya ki idare çoğun idareler bulaydı. Yani birbirisi kol üstüdeki başkurulğucular. Biz elbette Resulümüzden hayatını alıdığan her bir sahadaki kişiler ayrım alıdığan nurgulluğun örnek ahlakı Resulullah'ın muamelesi var. Bugün biz bu hafta toxtulup baksak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki hizmetçiler şu hadim hizmetçilerge meyli kız olsun ayal olsun muşlağı boğan muamelesi kandak deyip elbette bunun biz bugünkü iş başkurucular meyli mektepler olsun iş kılıp kol astidikilerge kandak muamele kılışını ögünüş için nayet güzel bir örnekler söylendi elbette. Şu an müşahedin kırsek. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Şundak ulumalarımız din demek kişilik münasebet demek degan. Yani din nima olsa kişilik münasebet. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem innema bu'istu li utemmime mekarimel ahlak. Mahiyette men ahlakni muvayiq yetkizish üçün, takamullaştırış üçün evetligen peygamber dedi. Yani bunda degeni Resulullah'ın zadı şu ahlak dinimizdeki en muhim amil ekanligini ta'kidlamoqchi. Endi bu kişilik münasebette biz deb keldik. Ya ata-onamiz bilan, ya ayolimiz bilan, yoki qo'shnimiz bilan, xizmatdoshimiz bilan muomala qilamiz. Hamda bugungi bizningki shu Rasulullohning hayotidan o'gindigan va o'ginib turmushimizga tatbiqlaydigan muhim masalalardan birisi qo'l ostimizdagi xizmatchilarga qanday muomala qilish. Sil degandek Allah subhanahu va taolo bu dunyoni bir-birimizga muhtoj qilib yaratdi. Yalğız yaşagal bulmaydı. Başkalardan bir hacet yaşagal bulmaydı. Endi bu hizmetçi boğan iken, endi bunu men xo'jayindim, sen hizmetçitin deb, bunu bozaq qilib oldigan yoki uning haqqini yeb oldigan ish dinimizda og'ir cheklandi. Bu bir nokta. Ikkinchi nokta shu qarindoshlarimiz biz shu
masalalarni so'zlayotgan vaqtida 1400 yil burun deyilayotganligini farq etish kerak. Masalan, biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ayollarga qanday muomala qildi deb davatgan vaqtida 1400 yil burun hozirgi Yevropa, Amerikalar ayollarni odam deymizmi, odam demaymizmi deb yurgan vaqti. Tamam. Rasululloh xizmatkorlarga qanday muomala qildi deb biz so'zlayotgan chaqda dunyoda uchadi xizmatkorlar qullandi. Ya'ni odam qatorida ko'maydigan bir vaqt. Şunu biz hozirgi deyotgan gaplarimiz hozirmi shunda ilg'or, ammo 1400 yil burun bu qo'ydigan bu masala shu bu kal bilan tushunsak, bu ajoyib bir ulug' katta bir yo'l yo'riq ekanligini ko'ra olamiz. Hamda Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam xizmatchilarga tutgan pozitsiyasida bizga ajoyib bir isil o'rnakni qoldirib ketgan. Kuyimchanlik, mehribonlik, insof, adolat mana mushu ishlar bilan ya'ni muomala xizmatchilarga mushu o'lcham bo'yicha muomala qiladi. Hamda men degandek yine bugun men sizlarga bir vaqalikni deyman. Mush vaqalikdan ya'ni Rasulullohning naqadar xizmatchilarga yaxshi ko'rdiganligini bilib olsak bo'ldi. Rasululloh biz o'rnak. Masalan, hammamiz bilamiz Rasulullohninki bir tarbiya o'g'li var. Zeyd ibn al-Harisa deb. Bu bala asli Rasulullahning qashi qanday kelib qolgan desalar, bu balaning qabilasiga, ya'ni ota-onasi erlar birga ketgan vaqtida yana bir qabila hujum qilib keladi. Bu shu vaqtida ya'ni kim kuchli bo'lsa ojizlarni bulab yashaydigan davramda. Ya'ni bulangchilik yashashning bir usuli hisoblanadigan davramda. Şuna olan bu Zeyd ibn Harisani şu 13-14 yaş vaqtlarida şu urushda asir elib ketadimdi. Asir elib berib bu asir ağallar Ukaz bazarda, Araplarning jildi burdigan bir Yermanka bazarı bu. Ukaz bazarda buni satqıla chiqdi. Chiqqandan keyin Xadicha onamizning tag'isi, ya'ni Rasulullohning tunji ayoli Xadicha onamizning tag'isi Hakim ibn Hizam degan adam Xadicha onamizga 400 dirhamga epirdi. Yani demek qo'l qilib setilib ketdi degan gap. Chunki shu chaqda kim urushib, kimni asirga olsa demek onu qo'l qiladi shu davrda. Shuna bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Xadicha onamiz bilan to'yqandan keyin Xadicha onamiz bu Zeyd ibn Harisani Rasulullohga hadiya supurdi. Rasululloh hadiya supurdi ba'di. Endi bu Zeyd ibn Harisaninki dadisi bu ahvolni o'qib naytibak ig'ir azoblandi. Hatta shu she'rlarni to'qib ketdi-da. She'rlarni to'qib nim dedi desa Bakaytu ala Zeydin wa lam adri ma fa'al ahayyun fayurja am ata dunahu al-ajal. Yani Zeyd bilmayman, tirikmidi, o'lganmidi, uning ajal to'shqanmidi deb mo'yinda yig'lab qaqshab yurgan davrida shu kishining qabilasidan haj qilg'ili Makkaga bir necha kishilar kelib Zeyd ibn al-Harisani ko'rib qoladi. Xo'sh. Ko'rib qolib shundan umu o'zining qabilasiga adamni to'nib dadisiga bir she'r beyt to'qish orqali o'zining mushu Makkada yashayotganligini Abligu ahli hazi ma bitni mening oilam deb biringlar. Ahinnu ila qawmi wa in kuntu na'iya bi anni qatinul bayti indal mashaa'iri. Yani men shunda jiroq bo'lsam-mu ularni bak sig'indim. Men shu muqaddas zimindagi haramning qishida turyapman degan gapni she'r to'qib ota-onasiga yo'llaydi. Shundan ota-onasi buni bilib darhol Zeyd radiyallahu anhu'ning dadisi Harisa ve tağsi Ka'b ikkisi birleşip Mekke'ye keldi. Mekke'ye kelib Rasulullah'ni izlab tepib şunun bilan Rasulullah ne dediyse palaniya deb Rasulullah'ni tapqandan keyin tepib sil bu haramning fuqarolari silbak yaxshi esil adamlar bizning bir arzu umidlarimiz var diye yada qo'ymasanlar degan keyin nima degan mush Zeydning masalasi Zeyd manda degan keyin yine boshqa gapinglar bormi degan keyin yo'q degan unda bo'lsa
deydi biz xohlagan pulni bersak degandan keyin payg'ambar alayhisalom men pul lozim emas. Zaydni chaqirma. Uni tanlash qo'yib turma. Agar sizlar bilan kessa pulni olmayman, sizlarga berib o'taman. Ammo meni xolab qilib qolsa, meni xohlagan odamni pulga sotmayman. deb shundan Zayd radhiyallohu anhuni chaqirdi. Chaqirib Zayd "Ma'u kim o?" degan keyin "Mening dadam Harisa." "Ma'uchu, mening tag'am Ka'b bo'ldi" degan keyin Zayd "Sening dadang mushunda deb keldi. Kapti. Meni bilsa, mening kimligimni bilsa. Hozir seni oldin tanlash va. Agar ota-onang bilan ketaman desang, xohlasang ketsang bo'ladi. Yo'q, men bilan qolaman desang, tanlashingga hurmat qilma degan keyin men sizni tanlayman, o'ylab baqsizlar. Muhammad alayhisalomni, ya'ni shu chog'da sizni tanlayman dedi. Payg'ambar bo'lmagan vaqtmi bu? Payg'ambar bo'lmagan vaqtmi bu? Men sizni tanlayman degandan keyin hayron qoldi-da. Bu qulluqni tanlamsa balam ota-onangni qo'yib mush odamni tanlamsa degan keyin ma odamni bir gap bor, ma odam bak esli odam, mash odam bilan yashayman degan keyin payg'ambar alayhisalom xo'shal bo'lib Zaydni shu darhol xoni Ka'bani oldiga chiqib butun xaloyiq anglab qo'yinglar. Zayd bugundan boshlab mening o'z balam bo'ladi va mirosxorim bo'ladi deb e'lon qildi. Keyin Alloh subhanahu va taolo unda boshqalarning balasini o'zining balasi qilib olishga bo'lmaydiganlik to'g'riliq oyat tushdi. Demak, o'ylab baqsizlar, mush qissasidan osh o'zining jutini tashlab, ota-onasi hamda Rasulullohga nisbatan bu bal qo'l hamda. Qo'l. Lekin Rasululloh buning shunday darajada muomala qildiki, o'zining ota-onasidan, o'zining jutidan kashkidek darajada go'zal muomala qildi. Xo'sh, endi biz mushu bir odamni ishiltib, bir odamni ishiltib, shu odam bizning haqqimizda ota-onasidan kechish emas, bizda rozi bo'lib kelsa, bak xo'sh bo'lsa qo'ldamdi. Namas. Endi bir chaqda bir gap chiqdi. To'y qilib bo'lgan ayollardan ikkinchi qatim to'y qilish kelsa, mush eringizdan to'y qilamsiz, ikkinchi qatim mush ayolingizdan olamsiz desa, nurg'un chataq chiqib, ya'ni shunami? Ya'ni bir savollar bo'ldi televizorlarda. İşte bir ayoldan sen ikkinchi qatim to'y qilish fursat qolsa, ma ering tigamsa deb. Eridan sen mush ayolni agar hozir qayt elish to'g'ri kelib qolsa, burun olamding desa, nurg'un rasga qilmasa musobaqada pul skamlab ketdi ekan deslar. Rasga qildim, men rasga qilsam to'y qilmaydim, rasga qilsam tegmaydim deganda. Tamam. Am demak mush vaqalikning o'zidan Rasulullahning o'z xizmatchilariga hozir o'chada qo'ltig'i dedim, qo'l hech qanday qadr qiymati yo'q jamiyatda. O birsinin mal mülktinden ibaret. Halısıla çıkıp satıla, halısıla solap koyla, halısıla urla. Hiç kanda uçadı bir adam eyip anmaydıgan bir zamanda Resulullah'ın hayatındaki maşallık tarihini köysek buladı. Mana bu Resulullah. Hoş, bu nayet güzel içip peygamber oldu. Hem de Peygamber Aleyhisselam'dan belki Resulullah'ın yaxşı gör, hizmetçilerinin etrafındaki Resulullah'ın yaxşı görüşük sebeplerinden birisini muş buluş mümkün. Eğer bunu biraz kengaytiş doğru kelse. Hatta özlük Resulullah herkes o cemiyetteki başlığa okşaş bir tasavvurumuzda etrafında onluğun hizmetçiler kol koşturup durduğun banda bir xiyal yapkanmışsın körülmelerimizden emesek ama xiyalığa. Nait addisede hatta ki biz ötken derslerimizi sözüldük. Özünün kızı Fatima radıyallahu anha çarçap ketkerligini bildirip kelgen vaxtıdı mı? Bununla dua öğütüp sabır kılışını buyurgan bir Resulullah hamdi. Herkes onda bir xil bazı bir kabile başlıklardaki anda bir düşünüp kalmasın. Özünün nam emas, hatta ki şu vaxtdaki aciz miskiller başkalarının kulu bop yaşayatqanlarını Resulullah'ın acayip yaxşı görətdi. Şu hizmetçilerin ki başkalarının kulları bolğan şularning ki Resulullah'ın ta'sirlanishi bu kadar yaxşı görüşdeki sebep nima degan to'g'risi kelsa. Anda bu şu demek insanlar bir adamni nima uchun yaxshi ko'rdi desa, şunun ko'rsatilgan marhamatdan yaxshi ko'rdi.
Biz Allah subhanahu wa ta'ala nima uchun yaxshi ko'ramiz? Bizni yo'q yerdan yaratdi, bir qiziq berdi, bizdan badalsiz bizga marhamat qilib kelyapti. Bilal radhiyallohu anhuning qissami boshqa to'g'ri. Rasulullohning ilkidagi hamma satdan shu. Ashda ajoyib ta'sirli qissalar bor xo'sh. Masalan, men bunda Rasulullohning hayotini o'qisak, mushu Rasululloh cho'ng, kichik, qo'l, ojiz, boy, kambag'al demay, hamma odamga tang, o'xshash go'zal muomala bo'lgan va shu jamiyatningki eng cho'nqur yerlarga singib kirib, jamiyatni yaxshi tushunib, hamma odamga qo'ldan kelishcha xizmat qilgan. Buni bizning hozirgi shu siyosiy yo'llar, ish beshidagilar o'gindigan, hammamiz o'ginishdigilar ishkan. Masalan, shu Anas ibn Malik radhiyallohu anhu shunday deydi. Bu nima uchun shu vaqtdagi xizmatlar Rasulullohni yaxshi ko'rdi desa. In kanatil amatu min ahli al-Madina deydi. Bir didak deydi. Mush Madina ahlidan bo'lgan bir didak Rasulullohning qo'ldan tutib mening ishim bati deb qo'ldan tutib mangsa, ash didak qo'lni qo'yatmayacak Rasululloh qo'lni tatib olmaydi dedi. O'ylab baqsizlar. Bir didak, ya'ni bir xizmatchi. U xizmatchi Rasulullohni apirdig'iga opirib, ishini puturib, mushtaq qilmayacak Rasululloh o'zi men ketay deb ketmaydi dedi. Ham bunda o'ylasak ba'zida deyish mumkin, ish yo'qdimi uni? Yo'q. Rasululloh vaqtdan vaqt chiqarib, uyquni tashlab, ya'ni mushdoq xizmatlarni qilish orqali Allohga ibodat qiladi. Bu Rasululloh mushdoq ishlarni ibodat deb biladi. Shunga hadislarni o'qislar, shunama bir qilindi shunning. Hojatidan chiqish masalasida u masjiddan itkab qolgandan yaxshi. Mening masjidim dedi. Mening masjidim itkab qolgandan yaxshi. Bir banda insonning hojatidan chiqsa, Alloh qiyomat kunining hojatidan chiqadi. Yani ahabbun nas ilallah anfa'uhum. Allohga eng suyumli kishi, insonlarga eng ko'p manfaat yetkazgan kishi. Buni Rasululloh degan. Shuning uchun o'zi Rasululloh buning amal qilgan. Ondan keyin Rasul akram sallallohu alayhi vasallam o'zim shunday qilgan va buyurgan. Rasululloh kimning qishida xizmatga qo'l yoki xizmatga bo'ldi ekan, yeydigandan yugursin, ichidigandan ishkusin. O'ylab baqsizlar. Öz yeganda yeydi. O'zan kiygandan kiydi deydi. Manda gap nada borni o'ylab baqsizlar. Shuningga Abdullah ibn Abbas raziyallohu anhu bir kun qarasa, o'zi o'xshash kiyimga xizmatga o'xshash kiydirib olgan. Nim bo'ldi? Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Ya'ni masalan xizmatchiga menga deb eshib qolgan tamoqni yoki o'zan go'shni olib güç yok aşını, yak özün çöpünü elip suyu kaç, onda iş yok. Neymişsen şunu yürüsen, neymişsen şunu iş görsen, hizmet kisip, təhri kurup oğuça hakkını burpulsan. Tamam. Mesela Enes radıyallahu anhu, Enes radıyallahu anhu şundaktaydı. Men Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye kelgan vaqtida Rasulullah'ın bir hizmetini kıldığı adam yoktu deydi. Şu an Abu Talha mening qo'limdan tutib, meni Rasulullah'ın qarshi akilib, ya Rasulullah, ma Anas bo'lsa xil aqlliq bola, sen xizmat qilsin dedi. Shuni bilan men Rasulullahga mayli mushu Makka Madinada bo'lsin, mayli Rasululloh safarga chiqqan bo'lsin, xizmat qildim. Xizmat qilish jarayonida ma gap mana hammamiz diqqat qilmaylik. Bir ishni qilsam, nima uchun qilding demadi. Bir ishni qilmasam, nima uchun qilmading dedi. Hem bir hadisda başqalar meni nima uchun mani qilding deb tanqidsa Rasululloh meni qo'g'dab, "Voy, bo'pti, bu dog'ish bo'pti" deb meni qo'g'daydi dedi. Endi men sizga o'ylab baqay, ya'ni 10 yillik jarayonda Rasululloh bir qatimmi mush qatimga nima uchun mana shuni qilding, nima uchun qilmading demasligi. Rasululloh insongo, bir insonningki kayfiyati davomli yaxshi bo'lmaydi. Shunama, ba'zan achchig'imiz keldi, ba'zan xafa bo'lamiz, ba'zan xo'shal bo'lamiz, ba'zan chaqda jili bo'lib, nervi bo'lamiz. Voy Rasululloh inson to 10 yil Rasululloh xizmat qildim, bir qatam deb baxmadi dedi. Deb baxmadi. Ya'ni bir qatam tilni bir chaqildatib baxmadi. Shuning uchun ma xizmatchilar o'zining bir Rasulullohning qashdan kelsa erkin bo'ldi-ku zaydimlarsa, erkinlikka va ota-onasiga va o'zi qin tugilgan jutdimi bak Rasulullahni yaxshi ko'rishi mushunda buni.
Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam o'ylab baqsa. Davomli xizmatchilarga alaka haja deydi dedi. Bira ehtiyojing bormi? Bira ehtiyojing bormi? Ya'ni qo'lastik xizmatlarninki nima ehtiyoji bor, ularning nima dardi bor, buni bilish deydi. Ondan Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam xizmatchilarni taqatidan sirt ishlarga buyurmaslikni buyurgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu shunday deydi: "Qala lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu min al-amali illa ma yutiq." Sen bir xizmatchini xizmat qilsang, kiydig'inni ba, yeydig'inni ba va kuchaydigan ish qilsal deydi. Mana bu Rasulullah'ningki. Ana degan Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam o'ylab qolsa, Anas radhiyallohu anhu shunday deydi: "Men Rasulullahga 10 yil xizmat qildim, bir qitim deb baxmidi. Qilgan ishimni nima uchun qilding demidi, qilmagan ishimni nima uchun qilmading demidi?" Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam bütün adamlar ichidagi eng axloqli edi. Xuddi ipak paxtaga o'xshaydi deydi. Qo'shunda yumshoq, ipak paxtaga o'xshaydi. Rasul sallallohu alayhi vasallamning qo'lidagi yumshoq qo'lni tutib baxmidim. Rasulullohdan bir miskining puruq keladi deydi. O'ylab baqsizlar. Rasulullohdan bir ambar miskining puruq keladi. Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamdan chiqqan ta atirdim puruqliqdi deydi. Ya'ni bu ne kadar bularning yaxshi ko'rganligini ifodalayapti-da. Ana Ayşe anamiz deydi. Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam ya o'zining oilasidan bir odamni yoki bir xizmatchini yoki bir qulni hayotida bir odamni urib boqmagan deydi. Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamning tilida bunday haqlarni tillaydigan lug'at yo'qdi. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala shunda bir xislatlik zotdiki, ya'ni insonlar mana shunday yaxshi ko'rib qolgan. Nima uchun yaxshi ko'rib qoldi? Mana yuqorqidek nihoyat go'zal muomala qiladi. Qadrlaydi insonlarni. İnsana her birisini qadrlab, her birisini yaxshi ko'rib, o'zi bilan o'xshash ko'rib qolgan, albatta Rasulullohni yaxshi ko'rib deydi. Biz mushuni qila olsak, albatta bu mushu hayotlikda mushuni amillashtirib olsak, o'zimizning oilasiga, o'zimizning tuqqanlarga, atrofimizdagi odamlarga mushunda go'zal muomala bo'lib, ko'ngil keksimizni kengir qilib, apuchan bo'lib, anadagi mushu bilmaslik bo'lib olish-chu. Nurg'un xatolikni ko'masga silib olish. Rasululloh ashta xislatlar var inşallah biz deyişimiz bunu. Kısa inşallah bu dünya şunda güzel, hatırcam, üzüm jürek kesildiğin jirak, nervi kesildiğin jirak, ciddileştiğin jirak bulduğun gibi. Rasululloh xizmatchilar xatolik o'tkazganda qanday muomala bo'ladi? Xo'sh, endi hammamiz bilamiz, inson demak xatolik o'tkazdi demak. O inson bo'lgan xatolik o'tkazmasa u Alloh ulab qoldi u. Yani xatoliksiz, nuqsonsiz deb kim deymiz? Allohni deymiz. Subhanalloh degan Allah eyib nuqsondan xatolikdan pok degan bo'ladimi? Shun bir odam xatolik o'tkazmasa Alloh ulab qolsin. Payg'ambarlarmi xatolik o'tkazdi, lekin darhol Alloh uni qanday qildi? Tuzdi. Demiş qalsa qilgan ishi din emasmi? Shuning bilan bizlarga insonning xatolik o'tkazishi bek normal ahvol. Ammo xatolik o'tkazuvchilarning eng yaxshisi shu xatoligini tunib yanğallah tavvabın. Endi Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam mushu xizmatchilar xatolik o'tkazib qolsa, hatto xatoligi takrorlansimi, uni kechirib o'tishni, ko'ngil keksimizni nadi kengri qilishga buyurgan. Bir odam kelib Rasululloh dedi: "Ey Allohning payg'ambari, xizmatchilarni qancha qatim kechirib o'tamiz?" dedi. Peygamber sallam jim turdi. O adam ikinci qatam sordu. Ya Rasulullah xizmatchilarni qanchalik kechirib o'tamiz? Bu kechirib yuramdiq, saat buni bir cheki bormi? Debdi Peygamber sallallohu alayhi vasallam 3-chi qatamda bir kunda 70 qatam kechirsa dedi. Bir kunda 70 qatam kechirsa. Peygamber sallam qashqa bir Peygamber sallam shu xizmatchilarga azor berish, xizmatchilarga ziyon yetkazishninki nihoyat ig'ir gunohligini bayon qilib shunday deydi. Ayşe anamiz deydi, bir odam kelib Payg'ambar alayhisolamning qashida o'tirdi dedi. O'ltirib, "Ya Rasululloh, ey Allohning payg'ambari, mening xizmatchilarim menga yog'on aytadi.
manga xiyonat qiladi va mening degan gapimni o'rindamaydi. Shuning bilan men ularni tillayman, uraman. Men endi qanday bo'lib ketdi bu ishlar? Ya'ni yolg'on aytadi, xiyonat qiladi, qildigan ishni qilmaydi. Shuni men tillab urib salaman. Zodi bu ishning nim bo'ldi, shuni bir qilib pasladi deb Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedi. Ularning xiyonat qilgani, sening buyruqingni qilmaganligi va sen yolg'on aytganligi hisoblandi. Va sening ularni uyg'onliging, jazoliging hisoblandi deydi. Agar sening bergan jazoring ularning gunohiga to'g'ri kelsa, sen mi jazolanmaysan, ular mi jazolanmaydi. Agar sening ularga bergan jazoring ortib qolgan bo'lsa, qiyomat kunsi sendan qisos ilindi. Ana bu hadisda nima tushundu desa, bu qanday o'lchab bo'ldi? Ma ishqa manchilik urma, manchilik urdi, yag'mashlik manchilik urma deganlar bo'lamdi. Bo'lmaydi. Ya'ni maniqs bir shaploq, maniqs ikki shaploq, shundan bu sahabi o'tirib yig'lab ketdi dedi. Yig'ilgan kun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Hey, ama taqra kitaballoh. Sen Allohning kitobini o'qimadingmi? Wa nad'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamah. Fala tuzlamu nafsun shay'a. In kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Biz qiyomat kunisi adolat tarozisini qo'yamiz dedi Alloh. Hech kim faqat zulm qilmaydi. Ya'ni hech kim zulm qilmaydi. Agar qichining donchichilik bir ish bo'lsa, uni biz hozir qilamiz. Biz hisob epkilimiz, hisob qilishga kifoya. Deganken bu adam ya Rasululloh, eng yaxshisi men bu ishda boshqa amal yo'qkan azodlik qilib o'tay. Ey Allohning payg'ambari guvohlar, hamma qullarim azod. Azod qilib o'tay deb azod. Chunki o'ylab baqslar, bu xiyonat qiladi. Bu yolg'on aytadi. Bu mening gapimni anglamaydi. Undan men urma degan Rasululloh. Ash qanchalik usang ishing yaxshi. Agar ortib qisos oldi degan, men dedim ya uni yog'a aytganni chaplab urdi, mani qanni chaplab urdi, uni jinglab, kilolab, metrlab urib o'ltiramdi. Aslida dinimizning mana shu qulluq ne'masini yo'q qilish uchun maqsad shu. Tadrijiy holatda maqsad shu. Bu jamiyatda mavjud bo'lgan bir sistem to'g'risi. To'g'ri. Ammo kaplam tuyuqsizdan buni qilmasdan balki nurg'un bir jinoyatlarga, inson xatolik o'tkazgan jinoyatlarga shu qul azod qilish degandek narsalarni tashviq qilish. Shu mana o'sha gapirib qisdamdi. To'g'ri. Shu gapadayna. Shuni eng yaxshi bu odam, eng yaxshi men xotirjam shu bularni azodlik qilib olsam, azod qilgan ajrni oladi. Hem gunaha ne bo'lmaydi. Shuning uchun ana mana xizmatchilarningki şu haqqini, xizmatchilarni tillaydigan, haqoratlaydigan, bo'zaq qiladigan odam bo'lsa, mana Rasulullohning bu hadisi qiyomat kunsi hamma odam chuqum, hammamiz ayrim hisob beramiz. Biz mo'min shuni kunda o'qimay, bas surfatada kunda o'qiymiz. Maliki yawmiddin. Allah hisob kunning mutlaq podshohidir. Yani 5 vaqt namoz o'qigan odam kunlik nima deymiz? Allah hisob kunning mutlaq podshohidir degan bo'ldi. Maliki yawmiddin surfatada. Demak, sening bir degan hisob kuni bor degan bo'ldi-ku. Yani kunda 30 qatim sening hisob kuning va deb oxirat ko'rib, voy uxmabdikeman, bilmabdikeman deb qutlalaymiz-mi? Shuning nima uchun surfatani kunda Alloh bizni 32 qatim o'qig'ili buyurdi surfat namozda. Mush hisob masalasi. Davomliq inson hamin bir kun Allohning oldida hisob berdiganligini unutmaslik kerak. Masalan, hozir telefonlarda, hozir telefonni ochib, Google'ni ochib, My Activity yani mening faoliyatim degani assala, bugunda nagvala, nima ish qillar, qaysi filmni ko'rlar, qaysi torbikat ko'rlar, hozir chiqarib berdi ekan. Yani mash nama amal daftar ekanda bu. Alloh nima deydi? Qichaning danchilik bir ish bo'lsa, o'ttirib chiqiramiz. Va kafa bina hasibin. Biz hisob qilishga yetimiz degani bizga qattiq ogohlantirishadi. Alloh subhanahu va taolo mash ulug' Ramazonning haq hurmati uchun hammamizning gunohini afv qilib, mash hisoblarimizni oson qilsin. Har bir musulmon haqiqatan o'ylash kerak endi. Albatta. Endi shu endi Rasulullohning davrida bu qulluq bir sistemasi, bu yerdagi xizmatchilar hargiz ko'pincha asosiyatni o'zininki mulki hisobidagi xizmatchilardi. Qullar yani yoki didaklar. Bularga ham shu
özünün qol astidagi inson bo'lganligi uchun hattoki hayvoni bo'lsa uningga zulm qilmaslik to'g'ri Rasulullohninki u ko'tarilmaydigan yukni atmaslik nurg'un hadislar bor masalan. To'g'ri. Am degan insoniyat ya'ni islom dinimiz ya zulm qilmaydi ya boshqalarning zulm qilinishiga qarshi chiqadi. Xo'jayinning zulm qilinishiga qarshi chiqadigan bir din bu. To'g'ri. Hargiz xizmatchining huquqini qo'g'dab xo'jayin nim bo'lsang bo'l deydigan bir din emas hamda. To'g'ri. Degan bir sistemda masalan bir xizmatchi yoki bir ishchi xo'jayin bilan bir to'xtamlashib xizmatga o'rinlashdi degan kelgan. U xo'jayinning talab qilgan xizmat talab qilgan haqlari va xizmatchining uningga berishga tegishli haqlari bor hamda. Biz yuqorqidek masalan yuqorida tilg'ilganlarning hammasi yaxshi ma'lum qilish kerak, xatolik o'tkazishmi, uni qismi, buni qismi deb xizmatchining tarafida bakrak turdik. Bu xizmatchi yana mening shunday haqqim bor ekan, men shunday kuchli ekanman degan bir tuyg'u bermaslik uchun, chunki uningni ado qilgan nihoyat ig'ir bir amdi. Chunki bir bugungi davrimizda hozirga solsak, bir ishga kirishdan burun xo'jayin talab qildi uningdan masalan, shu ishga rioya qilasiz, shuningga kelasiz deb bir to'xtam bilan ikkisi o'tirsiz deb to'xtam bilan kirdi hamdi. Bu talabni ado qilmay davomli ish bo'lsa, u xo'jayinning bunga gapi chiqadi. Ham Allohning oldidami xo'jayinga bilgan dunyoda taqsirat qilgan bo'lsak, hisob beradigan gapda hamda. Bu masalada xizmatchilar qanday bir nimalarga diqqat qilish kerak? Amdaligi hammamizningki mas'uliyati bor. Masalan, shu men bir fatvoni ko'rib hayron qolgan. Masalan, sizlar bir odamda ishlaylar. Kelishgan chaqda sizlar ishlagan vaqtda 8 soat bir kunda 8 soat ishlab birma deb 2000 TL'ga maoshiq deyishlar. Endi bir musulmon kunda 5 vaqt namoz o'qiydi. Endi xizmat jarayonida hech bo'lmasa peshin bilan asrni o'qiymiz shundami? Fatvoda deydi, agar sen peshin asr o'qisang, xo'jayinga yarim soat ortiq ishlab bermasang, og'a maoshing harom deydi. İşte oldu. O'ylab baksana. Biz muşta hesaplab qalsaq, mesela biz mi ishlaymiz, qishimizda odamlar ishlaydi. Biz deymiz bir oyda 22 kun ishlaymiz yoki ishiltimiz shundami? 22 kun ichida 8 soat ishlaymiz desak, ay 8 soatda ishlamay 7 soat ishlab 1 soatni ishlamasa, demak og'a maosh harom deb tushunadi. Çünkü namaz nima? Xizmatni namaz çünkü Allah qildi. Allah qildi, Allah bilan sizning ishing deydi. Shuning uchun yarim soat namoz o'qish vaqt ortiq ishlab birsa. Tamam. Bu vaqtim bor. Ammo hamda mundaq, masalan, mushu xizmatchi ashunda yaxshi ishlab bermasa, demak o xizmatchiga zulm qilib bo'lmasa, xizmatchining o'g'li bo'lmasa, qanday qildi xo'jayin? Yani xo'jayin bir ziyon qo'shilish ehtimol qildi. Masalan, xo'jayin bilan xizmatchiniki mijoz kelishmadi. Gap qis unimidi, mushtaq qolsa, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam agar mushundaq ahvol yuz bersa, eng yaxshisi xizmatchini almashtirib o'tish, xizmatchini asla Xudoyimga amanat. Sen bu ishni qil, men boshqa xizmatchilar hal chora mush. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bir hadisda Imom Ahmad rahmatullohi naql qilgan hadis sharifda "Men la'amakum min mamlukikum fa'at'imu mimma ta'kulun waksuhum mimma taksun" deydi. Sizlarningki xizmatkorlardan sizlar mandaq mas kelganni, maslashganlarini yegan tamoqlardan yegizinglar, kayginingdan kaygizinglar dedi. Agar maslashanmasanglar, ya qul setvetinglar, tijorat cho'p qolsa, xizmat cho'p qolsa, asta ukam Xudoyimga amanatdinglar. Wa la tu'azzibu xalqalloh. Allohning bandalarini, mahluqlarni azoblash haqqingiz yo'q dedi. Yani bunda degani xizmatchi nacharu aski olsa, bu aski olganki men askilik qilma deyishga yo'l yo'q. Buning chorasi nima desa, Xudoyimga amanat. Qulib setvat, xizmat cho'p qolsa, asta Xudoyimga amanat deb to'xtamni bekor qilamsan, nim qilib, shuni arilib ketinglar. Yani urushqa, tillashqa ruxsat yo'q deydi. Shunday bo'lgan ekan, masalan bizning bir mashinamizni haydaydigan shofer bor ekan, ya uyimizda bir xizmatchi bor ekan, ya shirkatimizda o'z bir xizmatchi bor shundami? Agar chiqishamay qolib qolsak, uningga azob berish, uningga bir
xo'rlash ruxsat yo'q. Eng yaxshisi Xudoyimga amanat. Siz mu bir yerdan xizmat tepelam, men mu o'zimni olib qoldigan bir ish deb bo'laydisi bo'ldi deydi. Ammo uni bo'zaq qilish, xo'rlash, urush, tillash, qilish har qanday ish buningga durust bo'lmaydi. Ya'ni zulm qilish durust bo'lmaydi deydi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oxirgi vasiyati o'ylab baqsizlar, bu masala qarindoshlar. Bir Rasululloh bir vasiyatni qilgan. Bu vasiyatni qilganda Rasululloh sakratga tushib qolgan vaqtida deydi. Rasululloh sakratga tushgancha qilgan vasiyati as-salat salat. Ey ummatim, namozni ching tutinglar. Namaz deb va ma malakat aymanukum, qul ostindagi xizmatchilarni, qullarni, xizmatchilarni shularga zulm qilmanglar. Shularga marhamat qilinglar, silrahim qilinglar deb Rasululloh jin chiqishdan burun mush vasiyatni qilgan. Mencha siz bizdek bir mu'min, musulmon, mush so'zni anglayotgan dunyodagi har qanday bir mu'min, musulmon o'ziga shunda deb bilsinki, Rasululloh menga qul ostimdagi xizmatchilarga yaxshi muomala qilishga buyurgan. Rasululloh sakratda mashina buyurgan. O'ylab baqsa. آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة dedi. Peygamber Aleyhisselam sakrat tushgan vaqtga eng oxirgi vasiyati bo'lsa, va huwa yug'arg'ir dedi. Cuma jon talishayotgan vaqtida dedi. Qalat as-salat wa ma malakat aymanukum. Namoz. Sizlarni namozga tavsiya qilaman va qo'l ostingdagi xizmatchilarga tavsiya qilaman. degan buni bu hadisni biz yetkizdik. Shirkda va adam ishiltiyotgan xo'jayinlar hammanglar oldinglar. Rasulullohning xizmatchilari qarta bizga qilgan eng go'zal nasihati bu. Hammamiz ulug' Ramazonda agar qo'l ostimizda ishlayotganlar bo'lsa, mushundaq ularni haqqini ado qilish, ularni haqqini yo'qotmaslik, ularni bo'zaq qilmaslik, ularni har xil sharoitlardan foydalanmaslik, fursatparastlik qilmaslik, manfaatparastlik qilmaslik. Mana siz biz mu'minlarning ashlar shu bizni bir haqiqiy yaxshi ko'gdak darajada Rasulullohning axloqi bo'yicha mana mushunda yashash. Qiyomat kunsi mana hisobimiz oson bo'ldi. Rasulullohning bu vasiyatini biz ilik olgan bo'lamiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan bu so'zlar men shuni eslatdi, buni tilga olmay o'tamayman. Marhum Maqsum Ajimkam, Abdulakim Muhammad Maqsum Ajim. Alloh yatqayni jannat qilsin. Alloh yatqayni jannat qilsin, amin. Shu olimimiz, shu ustozimiz ki Turkiyaga yangi kelgan vaqtda men shu yaqinlari, shu birga ishlagan odamlar so'zlab bergan narsa bu. Ve hadis tadqiqot markazida ishlab turgan boshda yangi kelgan vaqtida Turkiyaga. Vaqti jamiyat qurilishidan burun bo'lsa kerak. Shu Istanbuldagi hadis tadqiqot markazida. Shu ishlagan vaqtda Maqsum Ajimkamniki shu narsani va abaytiliyasli masalan xizmat to'xtamashgan bo'lsa, manchi soat to'xtamashgan bo'lsa, shu vaqtda cho'qim shu xo'jayinning haqqi deb ishlaydi odam. Shu Maqsum Ajimkam shu ishdan kelishi bilan shu ishlaydigan markazga kelish bilan telefonimni taqaydi ekan. Telefon taqab xizmatdan chiqishi telefon taqaq. Maşallah. Boshqalar nima ish qilib bu telefon taqib oldi, biz telefon ulashanmadik bizda. Men bu yerda manchi soatlik xizmat qilaman deb qildim. Mana bu yerda telefon telefon kelgan ekan. Men xizmat vaqtimda boshqalarga bergan so'zim bilan bundan telefon kelib, men so'zlashib qilib, xo'jayinning haqqini yevilishdan qo'rqdim degan ekan. Maşallah bizning zamonimizdagi o'rnaklarimizda ham bizga umush xizmat jarayonida ko'p ba'zi vaqtda yig'inlarni ochdi, yig'in ochgan deydi bizga. Hatto xizmatchininki xizmat vaqtida Qur'on o'qishimi, olimlarningki fatvosi, Qur'on o'qib o'ltirishimi xato va joiz emas. Chunki u Alloh bilan sizning o'tirangdagi ish, sen madamiki bir yerda ishlayotsan, shu xizmatingga butun vujuding bilan berilsan, boshqa ishni qilishqo asla joiz emas. Qur'on o'qish joiz emas degan narsalarni biz tavsiya qilamiz. Chunki ash xo'jayinga yaxshi ishlab berish o'zi ibodatda. Albatta. O'zi ibodat. Haqiqatan ham har ikki tarafga bugungi programmamizda ham ish boshqaruvchilar ham ishliguvchilarningki bir-biriga qanday qilish to'g'riliq. Har ikki tarafningki qancha diqqat qilishning lozim ekanligi. Bir taraf zulm qilib qolsa boshqaruvchi uning hisobidan qattiq ekanligi,
agar ishligi xo'jayini zulm qilib qolsa, u topgan pul uyga kirgan pulning harom bo'lib ketganligidan iborat bir narsani tushungan bo'ldik qalbiga. Endi bugungi savolimizga kelsak, oxirdagi programmamizning oxirida Ramazonda imtihon uchun ro'za tutmasam bo'lamdi, tutmasa bo'lamdi degan. Bir yil Ramazon toza imtihon vaqtida keldi ayna. Balla toza shu imtihon bir vaqtda imtihon. Endi oldi bilan İmam Buxoriy, İmam Muslim naqlgan hadis sharifda buniyal islamu ala khamsin ashhadu an la ilaha shahadatu an la ilaha illallah va ashhadu anna muhammadar rasulullah iqamus salat ita'az zakat va samuradan hajjul bayt. Bu Ramazon islomning 5 narsa ustiga qurilganligi. Buningki 4-siningki mush Ramazon ekanligi. Kimiki mush Ramazonni, mush islomning mush 5 arkonlaridan birini qilmasa, ya'ni bunun İslam'ın 5 prensipkeligini bilidi, lekin ho'rinlik qilib yoki Allah qandaqdir sabablar bilan qilmay qilib qolsa, eng cho'ng gunohkor bo'ldi. Hatto ba'zi olimlarimiz kofir bo'lib ketdi deganlarim bor. Lekin eng to'van darajasi bu cho'ng gunohdan birini o'tkazgan bo'ldi. Ya'ni eng cho'ng gunohdan birini. İmtihan sababli ro'za tutmaslik, ro'za tutmasin bo'ldigan uzri qatoriga kirmaydi. Hatto agar Ölümalarımız deydi o Ramazan'da ro'za tutmagan adam zina qilgan, fohishlik qilgan, o'g'irlik qilgandimi cho'ng gunohkor bo'ldi deydi. O'ylab baslar. Ya'ni bizning dinimizda o'g'irlik, zina degan ajoyib gunohlar bor, gunohi kabirlar. Ma Ramazan'da shunday ro'za tutmaslik uningdan og'ir, aroq ichgandan og'ir gunoh. Zina qilgandan og'ir gunoh. Xiroyin chekkandan og'ir gunoh. Ramazan chaqchaqalar emasmi bu? Shuning uchun o'quvchilarimiz chuqum ro'za tutish kerak deb Saudiya Arabistonininki sobiq muftisi Ibn Baz rahmatullohi alayh shunda fatvo bergan. Ya'ni chunki sening imtihon ro'za tutmasmi bo'ldigan uzrlar qatoridan emas. Ya'ni masalan oqshom muzokara qil. So'rliqda yaxshi. So'rliqda yaxshi ya. Gündüz dam al kechsi muzokara qil. Shunami? Andakin u mencha anda favqulodda chidayolmasa, u mayli, u boshqa kirdi. O kasal ya. O kasal nima kirdi. Ammo faqat mosh imtihonni nima yaxshi berma yoki ro'za tutib olsam imtihondan yaxshi o'tamayman degan Alloh qandaqdir. Vahima bunda gumon bilan ro'za tutmaslikqa qat'iy uzr yo'q deb Ibn Baz rahmatullohi alayh o'zining fatvosi kitobidagi 4. mücellat 223. betida mushunda fatvo bergan. Shuning uchun buni uzr bo'lmaydi, ro'za tutish kerak. Alloh subhanahu va taolo ro'zani qabul qilsin. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun inshaalloh. Evet, yana mush soatlar davomlashtiramiz. Inshaalloh. Vaqtimiz tugab qoldi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, qadrli qarindoshlar, shuna qilib bugungi mana bu Rasululloh programmamizning 10-chi qismi 10. sani inşallah ahirlashdi. İnşallah Rabbimiz ömür berse yana mana shu soatlarda ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Ya sayyidal